Kovalaman yana o'z o'g'ilmarim tushuna yapti. Qo'shibdi bo'lsam tushsa mayliydi bu. Nima biloyin? Shu o'zgalar qani? Ana bu tushdi. Hammaga salom bolalar, men Jamol Craft'dan yangi videomga xush kelibsizlar. Xo'sh. Bugun yangi video sizlarga qiziq bo'ladigan umiddaman. Qanday biz videoni boshlaymiz. Va hozir men tekst joyga o'tib olishim kerak va men mana shu yerlarda o'zimni narsamni quraman. Yo'q, ana tekst flotda quraman. Qanday biz tekst flotga o'tamiz. Mana tekst flotga o'tib oldim. Mana endi o'zimga kerakli bloklarni olaman va bu bloklar faqat jun bo'ladi. Jun yo bu bunaqa blok emas, mana bunaqa blok ishlatamiz bunga. Va qora blok, oq blok olganman, sariq blok, bunaqa blok, jun. Buni hozir shunchasini ishlatib turaveraman. Xo'sh. Bugungi videoni sizlar tushunib oldingiz deb o'ylayman, chunki men bugungi videoda o'zimni ana bu skrinimni quraman 400. Xo'sh, shunchalik yana tepaga ko'taraman va o'rtasi esa qora. Ikkitali. Buni 3 blok qilgandan keyin xo'sh, nima bo'larkan endi. Xo'sh. Xo'sh, mana menimcha sen oyog'imni bo'shatishim kerak, chunki bu oyoq bilan qanday yuraman. Salgina endi mana bu yerlarni yorib, bu yerlarni qora qilib qo'yish kerak, chunki mana bu oyog'im 2 blok edi ekan. 3 blok bor, mana bu yerlarni o'shancha to'g'irlash uchun sal mana bunday qilib qo'yishim kerak va mana bu yerni ham ana bo'ldi. Va mana bunday bu yerlarni ham yorib, mana bu blokdagi yoraman, ana bo'ldi. Bu yana kattaroq bo'lishi kerak, men o'ylashimcha. Ana bo'ldi va mana bu yerdan yorillarda adashmasam hozir ko'rib oling-chi, tushunib oldim. Va hozir mana bu yerlarda tiklab turib, mana bunday qilib, buni ham mana bunday qilib tashlab, mana bu yerda ham yorillarda adashmasam va shunday qilib sariq bloklar bo'ldi. Mana bu va menimcha endi o'xshashni boshladi.
yana o'zimni ko'rishim kerakmi? Men videoni to'xtatmasdan ham qilaveraman. Xo'sh, bo'ldi. Tamam, qiyin bo'lib ketdi-da. Xo'sh. Xo'sh, endi bu yog'ini ko'rishim kerak. Xullas, endi mana ko'rib olaman. Xo'sh. Bo'ldi. Men bu yerda qurib bo'lganimdan keyin tepasiga yana bitta ko'k bloklar chiqaman ekan. Bu yerlardan mana shunday ko'payib boraveradi ekan. Ana bo'ldi. Endi o'rashib boshladi sal. Kommentariyada buni baholab ketdinglar do'stlar. Menga bu kerakda. O'zi necha daqiqa bo'lib qopti? 6 daqiqa bo'libdi. Menimcha meni vaqtim yetadi. Men buni menimcha 15 daqiqa yoki 14 daqiqa ichida qurib bo'laman. Va mana bu yerlariga oq bo'lib qo'yib, oq juntorog'i va qizilani qani olish esdan chiqibdi-yu mana. Va men yana qanaqa blog ishlatsam bo'ladi? Mana shunchalik qilsam yoki mana shunchalik qilaman qo'lini. Va oq blok. Yana bo'ldi. Endi bu yerdan 2 blok ajratamiz va bo'ldi. Bu yer mana bunaqa blok bo'ladi va men buni 3 talik qilaman va video uraman. Bo'ldi. 2 talik qilaman endi. Zo'r o'xshayapti menimcha. Menimcha yaxshi quruvchi chiqadi-yu dedi. Menimcha quruvchi chiqmaydi. Xo'sh. Shunchalik va 2 bu xo'sh. Va endi qora blok va ko'p jumlardan foydalanamiz. Menimcha mana shu bloklardan ishlatsam menga yordam berib qolsa kerak. Ancha o'xshab qolibdi-ya do'stlar, qaranglar. Xuddi o'zim. Endi boshini qurish eng qiyin joyda. Xo'sh, mana xo'sh. O'ta qiyin bo'lib ketyapti. Men uchun o'ta qorong'i tushib ketdi. Menimcha mendan quruvchi chiqmaydi. Qaranglar do'stlar, buni yoraman bo'ldi. Avvalina boshimga qarab tikilib turishim kerak, o'zimni ko'rsatib.
10 daqiqa bo'lib qoldi. Lekin 10 daqiqaning ichida shuncha narsani ko'rib bo'ldim. Xo'sh, yana o'zimga qarayman. Xo'sh, menimcha hali bitgani yo'q, chunki xo'sh. Tipiga menimcha mana shunchalik bo'ldi. Avvalo mana bu yetishmagan joylarini mana buni qo'yib tashlaymiz, chunki qo'lni haligini ko'rdilaringiz. Mana bo'ldi. Endi men ertalab tushishni kutishim kerak, chunki ertalab yaxshiroq quraman. Xo'sh. Menimcha mana shu yerlarda ham mana bunday qilsam bo'ladi. Yo'q. Bu yerga necha blok edi xolos? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ekan tepaga ham hozir 1 2 3 4 5 6 7 8 bo'lishi kerak. Chunki keldim to'rtburchak. Xo'sh. Bir blokka adashdim ekan, mana shuni qurishda hozir. Xo'sh, hozir videoni to'xtatib, mendan tiniq quruvchi chiqmaydi. Xo'sh. Ana endi o'xshash kerak endi. Ana bu shunchalik ham bo'lib turaveradi. Endi to'rtburchakni qurishga men uni esa to'xtatib turaman. Menimcha to'rtburchakni qurmay qo'yaveraman, chunki ahvolimga qaranglar. Xo'sh. Menimcha sochi o'xshab qoldi mana. Hozir birilarga o'xshabdimi yoki? Xo'sh. Menimcha yaxshi o'xshagan. Menimcha soch tursi o'xshaydi yo'q deb bu yerlarda to'g'rilab qo'yish kerak hozir. Ungacha videoni to'xtatib. Menimcha ana endi o'xshadi mana. Kommentariyada baholab ketinglar endi. Shuncha qurganimga yarasha. Do'stlar, shu bilan videomiz yetdi. Yana videolargacha ko'rishguncha o'ylaymanki bu video sizlarga yoqdi. Va albatta kommentariyaga baholab ketinglar meni shuncha qurishganimda. Shu bilan video tugadi. Yana videolargacha ko'rishguncha xayr. Do'stlar, yana bir narsa. Tezroq 96 dan 4% odam obuna bo'lib qo'ysin. Atiga meni kanalimda 3 dan 1% odam obuna bo'lib kuzatar ekan. 96 dan 9% odam esa obuna bo'lmasdan. Hozir men mana bu narsalarni bitta narsasi qoldi. Mana bu to'g'rilab qo'ydim. Do'stlar, tezroq 96 dan 4% odam obuna bo'lib qo'ysin. Keyin men bu mening maqsadim 1 million obunachiga chiqish do'stlar. Albatta tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Shu bilan video tugadi. O'zingizga yetdi. 96 dan 9% odam obuna bo'lsin shu videoda. Xayr.